Makka shahridan ataga 1 soat uzoqlikda shunaqa takrorlanmas, chiroyli joy borligi haqida bilarmidingiz? Unda videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'ying. Hozir qanday kelish mumkinligi haqida batafsil aytib beraman. Toif shahri. Bu yoqqa kelmoqchi bo'lsangiz, aniq qalinroq kiyimlaringizni oling. Sababi havo harorati ancha salqin. Bir qarasangiz yomg'ir yoqadi, bir qarasangiz quyosh chiqadi. Aynan shu yerda siyrat bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p tarixiy zonalar bor. Undan tashqari shunaqangi gullar o'sadiki, hatto NASA tashkiloti bu gullarni kelib o'rganishgan. Qulupnay fabrikasi deysizmi, uzumzorlar deysizmi, asosiy qismi shu yerda. Ayniqsa, mana bu manzarada bir finjon qahva ichib ovqatlanib bahra olishga nima yetsin. Hozir biz Umra safariga kelgan ziyoratchilar orasida xohlovchilarni olib kelib, barcha tarixiy zonalarni ko'rsatamiz va aynan mana shu manzarada mehmondorchilik qilishni tashkillashtirdik. Agar Makka shahriga kelsangiz, albatta pastdagi silka orqali aloqaga chiqing va bir kelganda hamma yoqni ko'rib keting. Keyingi safar yana qayta kela olasizmi, yo'qmi bilmaysiz-ku, to'g'rimi? Ota-onangiz Makkaga kelishgan bo'lsa ham ularni alohida olib borib kelamiz. Oilaviy yoki do'stlar bilan kelib ziyorat qilishga nima yetsin? Ishoning, kelib ko'rgan vaqtingizga aniq achinmaysiz.